Va kana Jibril yudarisuhul Qur'an. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga har kuni ro'zada Jabroil kelib uchrashar edi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Qur'on o'qir edi degan hadisning davomi bor. Ammo qisqaroq aytadigan bo'lsak, Ramazonda payg'ambarimiz eng afzal farishta bilan billayli uchrashyapti. Ramazonda har kim uchrasha olmaylar. Ramazonda ro'zani tutib olib sizni vaqtingizni oladigan odam bilan yura olmaylar. Chunki Alloh taolo payg'ambariga Ramazonda Jabroil jo'natyapti. Har kuni. Biz endi Ramazon ro'zasini tutib olsak-ku, har xil odamlar bilan yursak, bizni vaqtimizni, savobimizni oladi. Agar o'sha odam g'iybatchiroq bo'lsa, ro'zani ham yo'q qiladi. Chunki ro'zani tutib olib g'iybat qilsa, ro'zani tutib olib har xil so'zni aytsa, u ro'za tutmabdi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Demak, hadisning ikkinchi bo'limi Ramazon oyida odamlarni tanlab gaplashaylik.